Xonadonimizgacha yetkazib berilayotgan va har birimizning yaqin dastyorimizga aylangan tabiiy gaz ta'minoti ortida ko'plab insonlarning mashaqqatli mehnati yotadi. Hudud gaz Buxoro gaz ta'minoti filiali ishchi va mutaxassislari ayni kunlarda ham belgilangan reja asosida gaz tarmoqlarida ta'mirlash, tiklash va yangi tarmoqlarni ishga tushirish yumushlari bilan band. Jarayonlar bilan yaqindan tanishib qaytgan hamkasbimiz mavzuni davom ettiradi. Ayni kunda iste'molchilarga tabiiy gazni bir maromda yetkazib berish maqsadida Hudud gaz Buxoro gaz ta'minoti filiali tomonidan gaz quvurlarini rekonstruksiya qilish va yangi gaz tarmoqlarini ishga tushirish jarayonlari jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Jumladan joriy yilgi gaz tarmoqlarini mukammal ta'mirlash, qayta rekonstruksiya qilish manzilli dasturiga asosan Buxoro tumanining Moxixosa, Sheyxoncha, Ko'chko'mar, Buxoro shahrining Sheyxon, Yangiobod mahallalarini gaz bilan ta'minlovchi va ayni kungacha yer ostida bo'lgan yuqori bosimli diametri 530 mm ga teng gaz quvurlari rekonstruksiya qilinib, diametri 325 va 219 mm gaz quvurlari tortilmoqda. Rejaga asosan ayni kungacha 1,5 kilometrga yaqin gaz quvurlarini tortish ishlari belgilangan bo'lib, hozirgi kunda bu boradagi ishlar uyushqoqlik asosida davom etmoqda. Qurilish ta'mirlash ishlari uchun zarur texnika vositalari va ishchi kuchi jalb qilingan. Masalan, Buxoro tumanidagi Galosiyo mahallasining Buyuk Ipak yo'li Galosiyo ko'chasidan o'tuvchi yer osti o'rta bosimli diametri 100 mm bo'lgan gaz quvurining 1 km 300 metrga teng qismini rekonstruksiya qilish ishlari belgilangan bo'lib, ayni kunda bu yerda ishlar deyarli yakuniga yetgan. Hozirda gaz quvurlarini havo bosimi ostida sinash hamda bo'yash ishlari olib borilmoqda. Navbatdagi manzilimiz Kogon tumani bo'ldi. Tumanning Sho'robod ko'chasidagi yer osti o'rta bosimli diametri 159 mm bo'lgan gaz quvuri ham rekonstruksiya qilinmoqda. Rejaga asosan 1 km 700 metrdan ortiq gaz quvuri tarmog'ida ta'mirlash ishlari reja qilingan bo'lib, obyektning 1 km 400 metrga teng qismida gaz quvurlaridagi ishlar nihoyasiga yetkazildi. Viloyatimizning Jondor tumani Oyto'g'di mahallasidan tuman markaziga boruvchi o'rta bosimli, hajmi 530 va 426 mm yer osti gaz quvurini rekonstruksiya qilish ishlari ham davom etmoqda. E'tiborlisi, rekonstruksiya ishlari hozirgi kunda foydalanishda bo'lmagan, ya'ni suyultirilgan gazga o'tkazilgan hududlardagi quvurlar demontaj qilinib, ushbu obyektda qisman ishlatilmoqda. Bugungi kunda rejalashtirilgan 7 km rekonstruksiya ishlarining 4,6 km qismida ishlar bajarildi. Viloyat bo'yicha hozir 7 ta obyektda ish boryapti. Shulardan Buxoro tumanidagi Galosiyo shaharchasi Buyuk Ipak yo'li ko'chasida, Buxoro shahar Moxosa ko'chasidan o'tuvchi Sheyxon 1, Sheyxon 2, Sheyxon 3 massivlarini gazini yaxshilash maqsadida ishlatiladigan rekonstruksiya dasturidagi ishlar olib borilyapti. G'ijduvon tumanidagi ikkita rekonstruksiya dasturiga kiritilgan obyektlarimizda ham ish jadallik bilan olib borilyapti. Yer osti gazoprovodlarimizga juda ko'p gaz sizib chiqish holatlari bor. O'shalarni bartaraf etgan bo'lamiz va aholiga uzluksiz gaz yetkazib berish ta'minlanadi. Ta'kidlash lozimki, bugungi kunda davom etayotgan manzilli dasturga asosan viloyatimizdagi 121 kilometrdan ortiq gaz quvurlarining rekonstruksiya qilinishi belgilangan. Ayni kunda barcha obyektlarda ta'mirlash, tiklash ishlari belgilangan reja asosida olib borilmoqda.